Урматтуу ата-энелер, эгерде үй бүлөдө уул бала төрөлсө, жаштайынан наристе кезинен анын чочогун текшерип, астындагы калтанын ичинде тукуму барбы жокпу, чоңбу кичинеби, же ичиндеби, ошону текшерип коюш керек экен. Эгерде текшерип койбосо, бейкапар боло турган болсок, кайдыгерлик кыла турган болсок, ал эртең чоңойсо тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Ал балалуу болбой калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн ар 6 айда жок дегенде УЗИге текшерип чоңоюп келе жатканда урологдордун кароосунан өткөрүш керек экен да. Азыр мен мына Ташкентте Сайыт Ислам урологдун жанындамын. Эрман клиник деген клиникадабыз. Эгер маселе болсо, балдарды дагы, өзүңүздөрдү дагы алып келип ушул жерден текшертсеңиздер болот экен да. Siz айтып берип коюңчу өзүңүз. Xo'p, hurmatli ota-onalar, sizni oilangizda o'g'il chaqaloq dunyoga kelgan bo'lsa, bunga befarq bo'lmang. Chunki agar yorg'oq xaltasida bo'lmasa, bu fan tilida kriparxizm deyiladi. Ushbu amaliyotni 18 oylikgacha, ya'ni moyaklar yo'qmi, pastga yorg'oq xaltasiga tushirmasa, uni bepushtlik kutyapti. Bu faqat meni gapim emas. Kuchli olim, ustozlar va bu konstitutsiyalarda yozilgan qonun. Ya'ni 18 oylikgacha tushirilgan moyaklarda ertaga spermatogenez, ya'ni spermatozoid ishlab chiqarish yuqori bo'ladi. Agar 4, 5, 10 yoshda moyaklarni tushirmoqchi bo'lsa, yorug'lik xaltasida yo'q bo'lsa, hozir videomizni ko'rib, bitta bolam ko'rib qo'yay deyotgan bo'lsa, bunda kech qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun, hurmatli ota-onalar, sizni farzandingiz o'g'il chaqaloq dunyoga keldimi, siz bir qator sizni vazifangiz moyaklarni ko'rishingiz va bir marta bo'lsa ham bolalar urologga murojaat qilishingiz kerak. Yana bitta masala, bolalardagi CD chiqaruv kanali o'z joyida joylashmasligi. Ya'ni CD chiqaruv kanali odatda yuqorida bo'ladi, miatus deymiz. Uchida. Bu pastda yoki bu yerda joylashib qolsa, bunda ham farzand ko'rishga qiyinchilik va jinsiy holatda mana bunday bo'lib qiyshayib qolish holatlari kuzatiladi. Endi u ayoli bilan birinchidan aloqa qila olmaydi, voyaga yetsa, keyingi navbatda bu yerda sperma to'g'riga otilmaydi, pastga otilinadi. Chunki siyat bilan pastga siyadi u. Ertaga aloqa qilayotganda bu yerda sperma bachadonga emas, pastga to'kilib ketadi. Shuni hisobiga farzand ko'rishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Hurmatli ota-onalar, bu murojaat albatta siz uchun. Ushbu video manfaatli bo'lishi uchun o'g'il chaqalog'i bor do'stingizga yuborib qo'ying. Nima deysiz Ataqul aka? Bu videoni so'z turida tarqatib qo'yingizlar, bari bilsin, ota-onalar bardigi uqsin, ma'ni berib qo'ysin. Bu qaydigerlikka olib bormaydi. Anan egerde balangizda чындап masele bolsa, anda siz qizaloq bo'lib boshdingizmi? Anda urolog Sayıt İslamga qayrilsangizlar bo'ladi. Toshkent shahri Erman klinik, Erman klinik. Biz Sayıt İslam Mirza'nın belgili urolog özü. Ayoy ko'p operatsiyalar jasaptır. Instagram akkauntini belgilep qo'ydik. Instagram akkauntuna qattalib qo'yingizlar, sizga podpiska tashlab qo'ysin. Anan telefon nomerini ildırga yazıp qo'ydik. Nomerini saqtab olingizlar. WhatsApp, Telegram arqılı paylaşsanızlar bo'ladi. Evet. Kelaverasizlar. Operatsiyaning urologiya, ginekologiya, любойын жасайды ekan da. İnşallah. Paylaşaverasizlar.